Assalomu alaykum, hurmatli g'alla yetishtiruvchi fermerlar, agroklasterlar. Mana bugun bahor kunlarining boshlari, seryog'in kelishi va hozirgi kunda iqlimning issiq kelishi, shuningdek g'alla rivojiga juda ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan bir qatorda unga zarar yetkazuvchi obyektlarning rivojlanishi, avj olishi kutiladi. Shu zarar yetkazuvchi obyektlarimizdan biri begona o'tlar bo'lib, begona o'tlar asosan rivojlanishi natijasida bug'doyning hosildorligi 35-40% gacha zarar keltiriladi. Mana bugungida misol keltiradigan bo'lsak, mana bug'doyning begona o'tlari bug'doyningdan baland bo'lganligi natijasida buning hozirgi begona o'tlarning rivojlanishini e'tiborga olgan holda bularga belgilangan normaga nisbatan 10-15% gerbisidlarni ko'proq qo'llash yaxshi samara beradi. Bu qo'llashga asosan kunlar ochiq bo'lishi kerak va undan kimyoviy preparatlarni qo'llagandan keyin 4 soat, 5 soat davomida yomg'ir yog'ishi va shudring tushishi kuzatilmasligi kerak. Hozirgi kunda begona o'tlarga qarshi kurash olib borish juda muhim vaqt hisoblanadi. Begona o'tlarda qo'llanilayotganda sepkichlarda asosan manometrlarda natijasida manometrni hisobga olgan holda traktor tezligi ikkinchi uzatma tezlikda yurgan holda begona o'tdan 20-30 santimetrgacha balandlikda purkagichlar bilan sepish tavsiya etiladi. Bu hozirgi begona o'tlarning ikkita turi bor. Birisi bir pallali begona o'tlar, ikkinchisi ikki pallali begona o'tlar bo'ladi. Bir pallali begona o'tlarga topik, hempik gerbisidlarni tavsiya qilsak, ikki pallali begona o'tlarga asosan Interani, Granstar, Dalistar kabi gerbisidlarni tavsiya qilamiz. Zarar yetkazuvchilardan ikkinchi obyekt sifatida zarar kunandalarni olsak, bular asosan g'alla shiralari, hasvalar hisoblanadi. Bu asosan hozirgi kunda mana ko'rib turganingizdek zararli hasvaning rivojlanish davrida tuxum qo'yish pallasida vaqt ketmoqda. Bular har bir hasva 14 tadan urug' qo'yadi bir mavsumda. Bu mavsumda urug' qo'ygandan keyin urug'lari ham o'zidan avlod qoldirishga harakat qiladi. Buning zarari bug'doy hosildorligiga 35, ba'zi hollarda 50% gacha ta'sir ko'rsatadi. Buning kurash choralarini olib borishda 1 metr kvadratga mana ko'rib turganingizdek bitta yoki ikkita hasva uchragan hollarda kimyoviy kurash olib borish tavsiya etiladi. Bu zarar kunandalarga kimyoviy preparatlarni qo'llash AUXA 28 qishloq xo'jalik texnikasi bilan qo'llash tavsiya etiladi. Chunki deganda bu hasharotlar pastki bargda rivojlanishi, pastki bargda tuxum qo'yishi natijasida rivojlangandan keyin yuqoriga chiqishi kuzatiladi. Shuni natijasida AUXA moslamasi shamol yordamida silkitib dorini sepish natijasida pastki barglarga to'liq olib boradi. Shuning uchun bu kimyoviy preparatlarni AUXA 28 moslamasi bilan tavsiya etiladi. Qo'llash tavsiya etiladi. Mana ko'rib o'tirganingizdek 1 metr kvadratda hozir bu yerda bir dona, mana bu yerda bir dona, keyin mana bu yoqda bir dona. 1 metr kvadratda 3 dona hasva rivojlanmoqda. Buni hozirgi kunda hasvaga qarshi kurash olib borish tavsiya etiladi. Uchinchi obyektimiz bug'doyning zarar keltiruvchi obyektlarimizdan biri bu zang kasalliklari hisoblanadi. Zang kasalliklarga asosan havo haroratining yetarli darajada bo'lishi, havo nisbiy namligining yetarli bo'lishi hozirgi kunda zang kasalligining avj olishi kuzatiladi. Ba'zi bir viloyatlarning ba'zi bir hududlarida monitoring natijasida zang kasalliklarining alomatlari aniqlandi. Va shuningdek zang kasalliklariga ham kimyoviy preparatlarni AUXA
28 moslamasi bilan berish tavsiya etiladi. Rahmat e'tiboringiz.